Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz podpischiklarim, tinchmisizlar? Sizlar bilan charchamay, qiynalmayapsizlarmi? Bugun men sizlarga yana bitta mavzu haqida gapirmoqchi edim. Bugun kommentariyaga bitta akamiz yozibdilar. Yukni avtokranga ana shu bokovoy bilanmi, yon taraflama bilanmi yoki orqa tomon bilanmi, qaysi tomon bilan olsa yaxshi deb yozibdilar. O'zim men sizlarga ana shuni tushuntirib beraman. Yukni aslida diagonalga qo'yib olgan yaxshi. Buni geometriyani yaxshi o'qiganlar, ana fizikani yaxshi o'qiganlar, matematikani yaxshi o'qiganlar biladi. Chizmachilikni ana shu diagonal degani hozir ko'rsataman. Mana shu agar 4 ta burchagi, 4 ta oyoq bo'lsa, ana 4 ta burchakdan burchakka agar hozir masaga chizib ko'rsataman. Ana ko'rinib turgan bo'lsa, burchakdan burchakkacha chizdim. Ana shu burchakdan burchakkacha diagonal deyiladi. Bu o'lchov birligida bu ham diagonal deyiladi. Masalan, svarshiklar bu narsani ko'proq biladi. Svarshiklar ko'proq ishlatadi. Sababi oddiy masalan yo akfachilar akfa eshik yoki tiriza taxlagan payt yoki svarshiklar darvoza yasagan paytda o'sha korobkasini devorga qo'yiladigan korobkasi bor-ku, bilsangiz, ana shu korobkasini diagonalni olib, ana shu burchakdan burchakkacha bir xil razmer chiqishi kerak. Ana o'shani diagonalga qo'yib ko'tarsa yaxshi ko'taradi yukni. Masalan, hozir ana shuni kran 4 ta oyog'i deb hisoblaydigan bo'lsak, yukni doim ana shu burchakka qo'yib, bitta oyoqqa tirab ko'tarsa yaxshi bo'ladi. Kran anchagina mustahkam bo'ladi. Nima uchun desangizda, o'zlaringiz misol oddiy qilib aytsam, o'sha oyoqlaringizni yerga tirab, arqon tortasizlar-ku, kuch beradi, to'g'rimi? Agar oyoqlaringizni yarim qadam oldinga qo'ymasdan, oyoqlaringizni tiramasdan arqon tortsangizlar, tortib bilasizlarmi? Yo'q. Oldinga qarab yiqilib ketasizlar, to'g'rimi? Oldinga qarab o'tilasizlar. Agar oyoqlaringizni tirab, oldinga o'zlaringizdan yarim metr oldinga chiqarib, oyoqlaringizni tirab tortsangizlar, kuch beradi, tortib bilasizlar. Xuddi ana shu ham xuddi shunday qiladi. Keyin yukni orqa bilan olsa ham bo'ladi, lekin bokovoy bilan olsa ham bo'ladi. Moshni tarafi ana shu oyoqqa tashab olishlari kerak. Ikkinchisi bokovoy bilan olsa yaxshi. Lekin orqa bilan olish qitti xavfli bo'ladi. Ya'ni og'ir yuklarga to'g'ri ishlasa bo'ladi, olsa bo'ladi. Lekin o'zgina oyog'i, endi oyoqlar bokovoydan chiqadi-ku, o'shaning hisobiga oyoq bokovoyga tiraladi ikki tomonga. Arqaga oyoq chiqmagan, arqaga tiralmaydi outriggerlar. O'shaning uchun o'zgina slab. Aslida og'ir yukni ham o'zi yo bokovoy bilan yo bitta oyoqqa diagonalga tashab olinadi-da. Masalan, yana bitta ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Ana shu 25 tonnalik kranimiz bo'lsa, ana shu bitta silindrga bitta yukni shuni tashab olmoqchimizda 25 tonnagacha ko'tarib bo'ladi. 25 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega, dosh beradi ana shu 25 tonnalikni silindr oyoqlari. 50 niki 50 tonnagacha dosh beradi. Ana shu bitta oyoqqa qarab, bitta oyoqqa ko'tarsangizlar 50 tonnalik kranga 50 tonna yukni dosh beradi, ko'tarib bo'ladi. Lekin orqa bilan ko'tara olmaysizlar. 50 tonnalik kran bilan 40 tonna, 45 tonna yuk ko'tara olmaysizlar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Anchadan beri aytaman deb yurgandim. Bu aytmoqchi bo'lgan narsam, ana kranga ko'p tushiryapti-ku, qanday o'qisam bo'ladi, ishlasam bo'ladi, o'rgansam bo'ladi deb. Ana shu mavzu haqida gapirmoqchiman. Kimdir prava olib qo'ygan, masalan, BC, kimdir sertifikat olib qo'ygan yoki lekin anchadan beri mashina haydamayapti, lekin o'rganaman, ishlayman, qiziqaman degan odamlar ham, podpischilarimiz ham chiqibdilar. Ana endi bu kranga kechirasizlar, uyquga to'ymayapman, yana charchadim, 45 kundan beri, 50 kundan beri ishlayapman. Xullas, o'rganaman, qiziqaman degan podpischilarimizga maslahatda birinchi o'ringa orqa bilan haydashni yaxshi o'rganishlaringiz kerak. Sababi nima uchun desangizlar, orqa bilan biladiganlar bo'lsa kerak. Ana ko'pincha kran sistemasida
kran ishiga orqa bilan kirib ishlash kerak bo'ladi. Kabinkani ustidan yuk olib o'tish mumkin emas o'zi asli. Kabinkani oldi bilan ishlash mumkin emas. Ana endi orqa bilan haydashga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Tajribasi bor bo'lish kerak. Ya'ni yangi o'rganadiganlar o'rganish kerak, o'rganish shart. Men shu Murat aka ishlaganimda bir oy ishladik. Elektronlik san'at kranimiz 20 kuniga ikkita boshqa odam ishladi, 10 kuniga men ishladim. Birinchi ishlagan odam ham shogirdcha edi o'zi. Sherigan ham shogird. Boshqa ishga ishlayman deb ketdi. Keyin ikkinchi shogirdchani chaqirib, "Omay, ishga qo'ydim" dedi. Bu shogird nima qilgan? Stalbani urgan, orqa bilan haydab ketadigan payt qaramagan bokovoy o'yinlarga. Stalbani qayirib zarar yetkazgan, lekin shtraf qilmadilar. Unaqa strashni bilmagani uchun. Agar lekin stalbani yiqitgan bo'laydi, kamiga 50-60 million shtrafni bosib yuboraydi Xitoyga. O'sha uchun stalbani urgani uchun chiqarib yubordilar. Mani chaqirdilar keyin, men bordim, majbur qilasizlar. O'sha uchun yaxshi o'rganinglar. Orqa bilan haydash, odam bo'lishi mumkin. U ham stalbani pachaq qilib, agar odam bo'lganiga nima bo'laydi? Turtib yuborsa, qo'lni sindiribmi yoki bir tagiga qolib ketsa, yo oyoq qolib ketsa, nima bo'lsa, u ham undan yomon narsa. O'sha uchun juda e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, ana shu narsani aytmoqchi edim. Anchadan beri aytaman deb yurganim edi. Juda ham e'tiborli bo'linglar, iltimos. Yangi o'rganmoqchi bo'lganlar, shogird o'tirmoqchi bo'lganlar, hozir o'rganayotganlar, juda ham ehtiyot bo'linglar. Havo issiq, odam juda karaxt qilyapti. Indamasa borib xonaga shunday yotsam da. Ana shunaqa gaplar. Agar videolarim foydali bo'layotgan bo'lsa, bitta like, bitta podpiskani ayamay bosib qo'yinglar. Mani doim kuzatib borayotgan, doim like bosib borayotgan podpischalarimizga kattakon rahmat deyman. Jonlari sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa bundan keyin ham foydali videolar qilishga harakat qilaman. Ana shu kimga nima qiziq, qanaqa mavzuga qiziqadi, qanaqa mavzuni bilishni xohlaysizlar, kommentariyaga yozinglar. Men video qilib, ana shunday video murojaat qilib sizlarga tushuntiraman. O'sha kommentga savollaringizga javobni video qilib tushuntirsam yaxshi tushunasizlar degan umiddaman. Kommentariyaga javob yozib qo'ysam ham bo'ladi. Keyin yana bir qancha savol tug'ilishi mumkin. O'sha uchun hammasini bir boshidan video qilib tushuntirganim yaxshi deb o'ylayman. Yana nima deyman? Jonlaringiz omon bo'lsin. Ishlaringizga omad, kissaga daromad, sog' salomat bo'lib, keyingi videolarimizga yana ko'rishib turish nasib qilsin. Mayli, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.